M3larni ko'rib turibsiz. Hammasi yangi. Oldingi M3larda mana bunaqa joyi qora bo'lardi. Hozir mana bunaqangi xrom, nikelli bo'lgan, ya'ni yaltiroq bo'ladi. Mana bu bo'lsa M3 van varianti. Ya'ni yuk tashish bunda. Oynalari yo'q, spetsialni yuk tashish uchun mo'ljallangan. Kimdirlar M3 o'zini olib yuk tashiganlar ham bor. Sidenlarni olib tashlab, lekin ular dokument bilan muammo bo'lgan. Shuning uchun spetsialni shunaqa yuk tashish uchun ham variantlarni olib kelganmiz. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Toshkentda turibdi mashinalar. Hammasi absolyutni yangi. Ya'ni bilasiz, hamma M3'lari yili 23 shu paytgacha sotilib kelganlar, hammasi 23. Bular bo'lsa yili 25. Bemalol olsanglar bo'ladi, sotuvda mavjud. M3 oddiylari, oqlari, qorasi bor, aniq stalnoylari bor. Bemalol menejerlar batafsil aytishadi.